Bu kiprikni ham aniq talash qilib to'katasizlar. Chunki buni umuman o'quvi yo'q, kiprik qo'yishni bilmaydigan qiz ham bemalol qo'ya oladi. 4 ta 5 tasi bilan kipriginglar to'ladi. 3 minutgacha tez qo'yib bo'lasizlar. Eng qiziq 3 kundan 5 kungacha turib beradi. Yuzinglarni akkuratli yuzinglar. Sibirtkasi, kleyasi, prinsipi bor. Hozir qanaqa qo'yishni o'zingizga ko'rsatib beraman. Qizlar bu yoqda razmerlari yozilgan 9 dan 16 gacha. Ikkita qo'yib, tepaga qarab, kichkina razmerga qarab ketaverasizlar. Yengisini ochib o'tirmasdan o'zim ishlatib yurganimni ko'rsataman. Ildiziga so'rasizlar. Kleyasi ancha tugab qolgan, chunki qizlar anchadan beri ishlatyapman. Sizlar muhim qotirib qo'ymanglar. Eng katta razmeridan kipriklarni ildiziga botirmasdan qizlar. Yana bitta katta 14 razmeridan 12 razmeridan 10 razmeri. Voy mashalloh, bittada o'xshyapti. Siviritkasida yopish qolingni ketqizish uchun surkab olamiz. Juda ham muhim joyi qisamiz. Vot qizlar, ikkinchisini ham qo'yib bo'ldim. Juda ham oson qo'yish. Akkuratni yuzinglarni ehtiyotlab yuvsanglar 3 kundan 5 kungacha turadi. Xullas bemalol zakaz berishingiz mumkin.